yurgan ekan, bilib qoldim. Babi mi? Babi? Hani Babi deganmi? Hello, F-35. Men qop ketdim. Naushnik taqaman. Uni yo'qotdi birinchi. Uni yo'qotdi, chopdi birinchi. Keyin yana yarashib oldi. Endi ikkiyuzlamachilar yoqmaydi menga. To'g'ri. Tilamchi, akam bilan gaplashtirib qo'ysam, akamdan pul tilanibdi. Garayul. Qanchiq. Samarqanddanmi? Sushi yeyapti, qo'toq yegim kelyapti. Black. Yo'q. Voy Beribdi. Keyin aytdi-da menga. Urushgan, uni chopib yorgandan keyin aytdi. Keyin akkauntga chop bo'lgansiz. Yo'q, akamda akkauntidan o'zi chopdi. Bolalar bilan nimadir qilgan ekan. O'ynama deganmikan, yo kim bilandir o'ynama desa o'ynardim. Qani nima desa. Hozir tadbirda ikish turgan ekan, qo'rqdim. O'yinsa akkaunt emas degan şey bu dedi, turgangiz. Akkaunt emas dedi. Ko'ringlar, yo'q, bola bitta bola turgan. Bola uyalib chiqdi. Ko'pchilik. Siz hozir o'ylasiz. G'alati ekansiz, ko'rovi. Keyin kim? Help! Help! Ya onangiz kelgandan. Hadiya bilan men ham gaplashganman, bilasizmi? Yo'q, aytmadi. Qanday tanishsan, o bola bilan desam, bir ikki marta o'ynaganman. Tanimayman, yaxshi dedi. Xullas, farqli turuvdingiz, siz chopdi, akkaunt sotdim deb, to'g'rimi? Ha. Men gaplashdim. I'm recalling a teammate. Akkaunt sotaman deb turib, hammani chopdi. Thanks. Hammani durjada chopdi. Akkaunt sotaman deb, keyin akkaunt sotilmadi. Yo'qsa o'sha akkauntda men yana qaytdim, bu akkaunt sotilmadi, bu akkaunt tez sotiladigan narsa emas ekan dedi. Keyin gapirdim, nega gaplashding? Yo'q, u akkauntni sotdim, bu akkauntimni oldim dedim. Bir bolalar deb yolg'on. Shu yolg'onchiligini yoqtirmadim-da, juda ko'p, o'ta yolg'on ko'p gapirar ekan. Yo'q. Akkaunt boshida sotmoqchi bo'lib, Gruziyadan hammani chopgan. Akkaunt Abdul Please recall me. kanalga qo'ygan. Akkaunt o'ylagan bir kunda sotib ketadi dedi. Keyin akkaunt sotilmagan qarasa. Keyin akkaunt o'ynab yurgan. Keyin men ham bor edim. Keyin gaplashib bo'lmadi. I'm recalling a teammate. Nima bo'ldi xullas keyin? Thanks. Nima bo'ldi? Hafta gaplashib yurdik, keyin nima qildi? Sizdan ham pul so'radi. Meni chiqmasini bildi. Awesome. Help! Kecha bordi. Mana Help! akkauntdan chiqib ketdi. Charge! Qayerdaman? Marked a location. Gap. U pul uchun gaplashadigan qiz ekanda. Shunisi yoqmadi.
siz aytardingiz-ku. Ana pasportni 8 tane pasportni hamma gaplashib tursa, hamma bir-biri bilan to'kishib, ana o'qib, jalab-palab deyapti. Sadece haqida gap chiqib qolsa o'zi bezila ya'ni o'shaning uchun oldimda olib yuraman deb partnyor qilib yaxshi tursa bu deydi. Qo'ymasdimda gaplashtirgani aka. Bu men ham pismiqlanib ishini qilib yurar ekanda. Meni keyin ikkitasi bilan gaplashdi. Ana Mansur deganni tanishingiz kerak. Mansurni. Yo'q. Help! Hamda bolasi gandon. Akant olmoqchi menimcha shu akant olayotgan bolam uğrayapti, meni nimadir qilyapti. Ishlar 4-chi. Nimadir qilyapti. Yaxshiroq bilasizlar. Qizimlar qilib, Yo'qotyordim, go'li ham men ham yo'qotyordi go'li. Keldi tepadan aman. Anam David Marked a qinchirdi. location. Tepaga Arablar keldi. oynashmazsam. Oynashmazsam. İşini qayerdan olasiz? Kayfallodan. Awesome. Kayfallo. 8100 işini qanchaga olasiz? 1.140.000. Ya 1.130.000'miş. Hiç dünyanın arası. Otasından mı koyuyor mu? Eshikka qisilib o'lib qoldim. 8.000. Az ko'raman, to'xtang. 101.800 nechi pul edi? Az ko'raman. Million 100.000 ekan, axi. Qimmat ekan. 1.100.000. Qimmat emas bu, eng arzon yuksak-ku. Men 1.85 olan. Qachon oldingiz oxirgi marta? 2 kun bo'ldi 40.000 ish oldim. 40.000 ishni ertaga Porijda ochaman-da. Porijda ochaman ertaga. 80.000 ishlar qilib o'shancha yig'ib qo'yapman. Men tabiiyki olib qo'ydim. Tabiiyki to'ldirib. To'g'ri marta 8.000. Pariji nima edi u? Yangi mashina keladi ertaga 5-kuni 9 ta superkar keladi. O'shani shedevrini olmoqchiman. Ha, erta 5 emas-ku. 5 erta keyingi oyda 5-oy. Hozir 36.000 yil sabita kelgan qaytarma. O'shani to'ldirib olib qo'ydi. O'sha keyingi Porsche kelganda yana olaman. Yana 40.000 olaman. Buni 80.000 qilib ochaman-da mashinani. Shedevrini olmoqchiman. Siz ham 1-2 so'm bermadingiz Sadiyaga. Odam tushgan, aman bilasanmi? Yana bitta tushdi tog'ingga. Nima dedingiz? Ovoz eshitmay qoldim. Siz ham Sadiyaga 1-2 so'm bermadingizmi dedim. Yo'q. Bermaganman. So'ramadimi? Keyin odam gapirdi. Tekkanlarga. Nima deb? Bundan pul chiqmaydi. Nima deb? Bundan pul chiqmaydi.
Kimga gapiribman dedi-ku. Birinchi chiqqan qadrlaringga qo'shilganmiz. Awesome. Adashib turibya bosdim deb bilib bosgan bo'lmasa sizga o'tiribyan. Awesome. Awesome.